chiroyli jinsiy rubashka bo'ladimi? Dvoykani qarang. Eng chuqur kunlarimizdan ko'pchilik so'rayotganda jinsiy bo'lsin, yufqa bo'lsin, xaldoq bo'lsin. Mazza qilib yozda kiyadigan jinsiy yufqasi keldi. E'tibor markazingizda razmerlar standart och jinsiga ega bo'lgan dvoykamiz keldi. Orqa tomoni qarang, orqa tomoni bitta ko'ring. Skromniy rubashkasi ham uzungina, orqani qo'lni yopadi. Mana bu naqshlarga ahamiyat berasiz. Naqshlar tikilgan holatda matosi bor, yo'q. Issiq kunda kiysangiz bo'ladi. Bunga moslab turadi qarang. Rubisi ham kengligam, juda ham kengina, to'kilib turadi. Mana bu tegiklariga qarang, fasollari ajoyib va go'zal. Kengina, yumshoqqina, cho'nchaklari bor. Kira aylana rezinka orqa tomoni bitta ko'rsataman. Orqa tomoni ham juda ham yaxshi. Ranglarga e'tibor bersangiz, ranglar juda ham yaxshi. Medaga tegib qolmaydigan rang. Kiyimlaringizga, oyoq kiyimlarga tushib ketadigan yengillikni zo'r keladi. Shu dvoykamiz yoqsa, screenshot qilasiz, nomeringizni qoldirasiz, aloqaga chiqamiz. 12 ta viloyat bo'yicha dastlabki xizmatimiz bor. Ipodrom O'zbek bozor, To'r 2 va To'r 13 do'konda hammalarni kutamiz.